Erim, ana bu tashqarida yotgan ayol kim? Ha, kelayotganimda uni yo'ldan topib oldim. Erim, xotin olmoqchi bo'lsangiz, men qarshilik qilmayman. Lekin uyda oziq-ovqat kam. Shuni o'ylab ko'ring. Ahmoq qiz, u general. U tog'larda jiddiy jarohat olgan. Unga yordam berish uchungina bu yerga olib keldim. Oziq-ovqatga kelsak, xavotir olmang. Bu qush-ku. Tuxumlari ham bor. Bugun to'yib ovqatlanishingiz kerak. Uni biz qanday yeyishimiz mumkin? O'zingiz yeyishingiz kerak. Xavotir olmang. Kelajakda har bir taomda go'sht bo'ladi. Erim, sizning yoshingizda oziq-ovqat olib kelish qiyin. Biz tejashimiz kerak. Nega menga ishonmaysiz? Ishonmasangiz sizni oilaviy qoidalarga ko'ra jazolayman. Erim, men xato qildim. Boshqa qanday qilmayman. Ha, men shunchaki hazillashdim, qaranglar. Kumush. Erim, bularni qayerdan oldingiz? Men ularni tog'lardan topib oldim. Tog'lardan? Men buni sizga xavfsiz bo'lish uchun topshiryapman. Ovqat tayyormi? Juda ochiqdim. Allaqachon tayyor. Biz sizni kutib o'tirgandik. Men ovqatni istaman. Bir necha tuxumni yuvaman. Vanchin, Vanye, boring va erimizga yordam bering. Yaxshi. Menimcha, general jiddiy jarohat olgan. Askarlarga xabar berishimiz kerak emasmi?